Haqiq, qadimgi Yunonchada ahad yarim qimmatbaho tosh, oq, kulrang, moviy, qirmizi, qora va 2-3 xil rangdan iborat yo'l-yo'l ko'rinishli haqiqlar tabiatda uchraydi. Xo'sh. Voy, voy, voy. Mashhur olim Pelenusning yozishicha, uning nomi Yunonistondagi Axatis dengizi nomidan olingan. Balki Pelenus haqiqni o'sha daryodan topgandir. Axat va Axatus nomi o'xshaydi-ku. Men ham Amudaryoga sho'ng'ib, qidirib ko'rsammikin? Meni Orol dengizidan olib chiqding-ku. Amudaryo nima bo'pti? Haqiq tabibdir. Ko'z nurini yaxshilaydi, hazm qilishga yordam beradi. Ko'p yo'taladigan odamga haqiqdan taqinchoq, tumor taqish tavsiya etiladi. U diqqi nafas va bezgakni ham davolaydi. Shunaqami? Unda haqiqni albatta topishim kerak. Balki otamni dardiga ham shifo bo'lar. Quloqchinlar, endi mazza qilib tinchlikda kitob o'qiyman. Yaxshi. Voy, voy jonim, voy boshim, voy toshim. Voy boshim. Ha, nomard. Haqiq haqida o'qib olib, meni mensivay dumalatib yording-a? Hap senimi? Qani,